Samarqandlik o'zimga o'xshagan yosh tadbirkorlar diqqatiga brendimizni yanada rivojlantirish uchun, yanada tanish uchun yaxshi bir imkoniyat bor. Ya'ni Baliga vaqtida $1000, $1100 sotilgan tur paketi ana endi bugunga kelib faqat iyun oyi uchun $750. Vashi zo'rmi? Hozir biz targetga 200 ming, 300 ming pul beryapmiz. SMMchiga $400-500 beryapmiz, to'g'rimi? Yana qanaqadir blogerlar keladigan bo'lsa, kamida bir $100, $200 blogerga beramiz. Shaxsiy brend rivojlanmayapti. Ana endi o'zimiz borgan vaqtda futbolkalarimizni, brendimiz tushirgan futbolka, kepkalarimizni kiyib, videolarimizni o'zimiz olamiz. Yuzimiz tanlanadi, brendimiz tanlanadi va biz bilan borgan boshqa tadbirkorlar bilan yaqindan tanishib, balki agar ishimiz bir-biriga to'g'ri keladigan bo'lsa, hamkorliklar ham imzolanishi mumkin. Sababi o'tgan safar borganimizda o'sha metal bilan shug'ullanadigan akalarimiz bilan o'sha uy qurilishi shug'ullanadigan akalarni bir-biri bilan tanishib, o'sha joyda hamkorlikda imzolagandi. Nima deysizlar shunga? Aniq agar boradigan bo'lsa, zo'r imkoniyat, rostdan borib birgalashib videolar olamiz, siz bilan birgalikda o'zimizni brendimizni tanitamiz. Xullas zo'r bo'ladi, 11 kun davom etar ekan. Xullas agar aniq boradiganlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha lichkamga kirib telefon raqamingizni qoldirsangiz, administratorlarimiz siz bilan aloqaga chiqishadi.